Rossiya davlatining Sochi shahriga borib kelganimdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'plab nimaga aynan sizni taklif qilishdi, shu kabi savollar bilan juda ham ko'mib tashlashdi. Direktim to'lib ketdi desa ham bo'ladi. Hozirda esa ushbu haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Meni tanigan atrofimdagi insonlar, o'quvchilarim bilishadiki, men doimiy ravishda o'z ustimda ishlaydigan, Rossiya texnikasi asosida doimiy ravishda o'qiydigan mutaxassisligimni juda ham yaxshi bilishadi. Va o'quvchilarimga xalqaro toifadagi diplom va sertifikat berishim ham barchaga ma'lum. Va hattoki Rossiya tashkilotchilari meni 3 oy davomida kuzatishibdi. Men o'z-o'zimdan borib qolmadim. Ular menga taklif bilan birga test sinovidan ham o'tkazishdi. Va qarabsanki, 3 kundan keyin menga javob kelyapti. Tabriklaymiz. Siz muvaffaqiyatli testdan o'tib oldingiz va biz sizni Lideri Rossiya taqdimotiga taklif qilamiz va siz loyiq deb topildingiz deya xabar keldi. Ko'pchilik aytishadi-ku, "Voy, men kutmagandim" deb. Yo'q, aksincha, men kutgandim va men bilardim shunaqa kunlar kelishini. Ya'ni menga "Лучший преподаватель O'zbekistona по детскому массажу" nomzodini menga berishdi. Menga bu taqdimotni haqqoniyligi juda ham yoqdi, chunki o'ylashimcha bu taklif juda ham ko'plab mutaxassislarga kelgan, ammo saralanganlar soni juda ham kam bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki, inson qanchalik o'z ustida ishlasa, shunchalik muvaffaqiyatlarga erishadi. Bu esa mening kichkinagina bir muvaffaqiyatim edi. Siz ham o'z ustingizda ishlang va birgalikda davom etamiz.